12 may butun dunyo bo'ylab Xalqaro hamshiralar kuni keng nishonlanmoqda. Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ham bu sana munosib tarzda nishonlandi. Tadbirni markaz rahbariyati ochib berdi. Ular o'z nutqlarida hamshiralar kasbining muqaddasligi, sabr-toqat va mas'uliyatga to'la ekanini ta'kidlab o'tdilar. Chiroyli so'z bilan bitta tabassumingiz 50% dori-darmondan ko'ra ko'proq naf beradi. Медицинская сестра – это прежде всего внимание, это любовь к больным, это сочувствие, сопереживание больному. От всей души поздравляю вас с праздником. Hamisha bor bo'linglar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Ko'p yillar birgalikda ishlab yurishni nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Hamisha yonimizda ustozdek, opa-de, singildek turganlaring uchun sizlarga rahmat. Bayramlaring bilan tabriklaymiz. Eng mashaqqatli, mana ustozlarimiz aytgandek, mas'uliyatli kasbda ishlab ilohim charchamanglar, ilohim sog' bo'linglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Katta davralarda xirom aylab shunaqa o'ynanglarki, hammani og'zi ochilib qolsin. Ishda ham shunaqa ish qilib qo'yinglarki, hamma tashakkur bildirsin, rahmat aytsin. Umrlaring uzoq bo'lsin. Bayramlaring bilan. Tadbir davomida kuy-qo'shiqlar va raqslar tadbirga ko'tarinki ruh bag'ishladi. Bunday e'tibor hamshiralar uchun katta ruhiy dalda beradi. Hamshiralarimiz uchun mehnatlarini qadrlanayotganini his qilish eng katta mukofot bo'ldi.